Обговорить – muhokama qilmoq. Оговориться – yanglish gapirib qo'ymoq. Проговориться – beixtiyor aytib qo'ymoq. Подговорить – undamoq. Sговориться – kelishib olmoq. Quyidagi fe'llarga misollar. Давайте обговорим все детали. Keling barcha tafsilotlarni muhokama qilaylik. В докладе он случайно оговорился. U ma'ruzada tasodifan xatoga yo'l qo'ydi. Она проговорилась о сюрпризе. U syurpriz haqida beixtiyor aytib qo'ydi. Он подговорил друзей на шутку. U do'stlarini hazil qilishga undadi. Мальчишки сговорились убежать с урока. O'g'il bolalar darsdan qochishga kelishib olishdi.